Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 29-martdan 5-aprelgacha ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 29-martdan 4-aprelgacha qisqa muddatli yomg'irlar yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 5-aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 29-martdan 1-aprelgacha 10-15 daraja iliq. Ikkinchidan 5-aprelgacha 12-17 daraja iliq. Kunduzi 20-25 daraja iliqdan 25-30 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'irlar yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 31-martda 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 29-martdan 2-aprelgacha 12-17 daraja iliq. 3-dan 5-aprelgacha 10-15 daraja iliq. Kunduzi 20-25 daraja iliqdan 25-30 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'irlar yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Faqat 1-dan 3-aprelgacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 29-martdan 1-aprelgacha 12-17 daraja iliq. 2-dan 5-aprelgacha 10-15 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 20-25 daraja iliqdan 23-28 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'irlar yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 29-martdan 4-aprelgacha 12-17 daraja iliq. 5-aprelda 10-15 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 22-27 daraja iliqdan 25-30 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 29-31 mart va 4-5-aprelda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 30-mart va 1-dan 3-aprelgacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq. Kunduzi 29-30-martda 20-25 daraja iliq. 31-martdan 5-aprelgacha 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'olli va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yomg'irlar yog'adi va momaqaldiroq bo'ladi. Baland tog'li hududlarda yomg'ir aralash qor yog'adi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq paytida 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 17-22 daraja iliqdan 10-15 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.